Bugungi video darsimizda 37-topik 1 imtihoni Tetkiy Tong Hub orqali 11 dan 14 gacha tetkiy testlarini bajaramiz. Sharti bir xil, ya'ni Taymin Mosetihi Marago ismlikka quyidagi nima haqida gapiryapti? Namuna bilan o'xshash to'g'ri javob toping. Namuna oldingi testlarda ham kelgandi. Ya'ni Nuguyeyo. Bu kim desa, Isaramın Hyong Igo, Isaramın Tongseng Yeyo. Bu odam akam va bu odam ukam deyapti. Shunda oila degan javob to'g'ri bo'lardi, ya'ni kajo. Erim ism, Sonsengnim ustoz o'qituvchi, Pumonim ota-ona. Bu namuna edi. Endi 11-testimizni ko'radigan bo'lsak, 3 ball berar ekan. Ayol aytayapti. Chomshim tishyosoyo. Chomshim degani tushlik. Tishida degani yemoq. Tishida. Ya'ni tushlik qildingizmi deb hurmat shaklida so'rayapti. Erkak javob beryapti. Ne, kimbab mogosuyo. Kimbab degani bu ovqat. Ya'ni kimbab degan ovqat yedim. Shiksa ovqatlanish, kehvek reja, shigan vaqt, qolgan sog'liq, salomatlik. Javobimiz 1 ekan, ya'ni ovqatlanish. Keyingi 12-testimizni ko'radigan bo'lsak, 3 ball berar ekan. Erkak aytayapti. Ibon sengire mol patkosh boyo. Ibon degani bu yoki bu safar ma'nosida keladi. Sengil tug'ilgan kun. Tug'ilgan kun. Bu tug'ilgan kuningizda muvol degani muvoril degan so'zni qisqartmasi, ya'ni nimani? Nimani? Patta olmoq, go'sht boyonni xohlamoq. Ya'ni nimani olishni xohlaysiz? Olishni xohlaysiz. Nima olishni xohlaysiz desa, kompyuteril patkosh boyo. Kompyuterni, PC degani kompyuter, shuni olishni xohlayman deyapti. Chingu do'st, sopo posilka jo'natma, yaksok uchrashuv va'da va sonbul degani sovg'a. Tug'ilgan kunda sovg'a olinadi, shuning uchun javob 4. 13-testimiz 4 ball berar ekan. Erkak aytayapti. Chigim pigavayo. Chigim degani hozir. Piga oda degan lug'atni yodlaganmiz, ya'ni yomg'ir yog'moq. Hozir yomg'ir yog'yaptimi? Yomg'ir yog'yaptimi? Hop, javob berilyapti. Ne, mani va yo. Mani degani 3 ta ma'nosi bor. Ko'p, juda, qattiq. Ya'ni kuchli yog'yapti, ya'ni qattiq yog'yapti. Krigo va chomchuvoyo, biroz sovuq. Sovuq. Chom degani biroz ma'nosida keladi. Kalit narsa 2 ta, ya'ni yomg'ir yog'moq va sovuq. Nalshi ob-havo. Demak, javob 1. Talyok kalendar, haru bir kun, kohyang ona yurt, ona vatan. Javob 1 ekan. Va 14-testimiz 3 ball berar ekan. Erkak aytayapti. Yogiso so'ulyokkaji kanin posiga isoyo. Yogiso degani bu yerdan, bu yerdan. Ya'ni eso grammatikasini qisqartirsa yogiso bo'lib qoladi. Bu yerdan Seul bekatigacha, Seul bekatigacha. Kanin degani boradigan, posi degani avtobus. Isoyo. Yogiso so'ulyokkaji kanin posiga isoyo. Umumiy tarjimasi, bu yerdan Seul bekatigacha boradigan avtobus bormi? Shunda ayol javob beradi. Hanbone kanin posiga opsilikka chehachoril tago kaseyo. Ya'ni hanbone bir martada, ya'ni bir o'tirishda boradigan avtobus yo'qligi sababli metroga chiqib boring. Chumal hafta oxiri Kyotong transport, Yoheng sayohat, Panghak ta'til. Demak, 2 ta narsa keladi. Avtobus va metro. Transport degan javobga keladi. Javob 2 bo'ladi. Bu 37-topik 1 imtihoni tetkiy 11 dan 14 gacha tahlili edi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman.